Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik şeyimizin ikincisini başlayımız. 2018 yılı Cungo İktisadi Gülünemde yakından beri 2018 yılı Cungo İktisadi Esnekliği kayıtıda esnekliği deydiğen gep sözler ortaya çıkıp kaldı. Bunu elbette Cungo Teşvikat Ministerliğinin teşvikat uğurlaştırış, terkibatı uğurlaştırışlarını bulup atkan gepler deyimiz. Şunun karta bir yerde Li Shaotian isimli bir edipnin yazgan bir parça makalesi varken onun mavzusu 2018 yılı Cungo İktisadi Gülünemdi yoki Yemirlemdi mavzuluk makale. Onun yerine 20. günü Cungo nazar torbiyeti ilan kılındı. Makale mundaq başlar. Keskin avarçılıkның menbiyi, ciddi yemirilişinin alametleri dünyani təvirtib turvatıdı. Vaqalar tekrarlanıvatıdı. Teraqqiyot cheksiz buluvatıdı. Cungo muqim yakka bir nishonga qarab harakat qilyapti. Tugaydi. Hamma narsa oxirlashadi. 2018 yılı Cungo'da iqtisod güllenemdi, belki quruq gapga aylanib qoladi. Bundaq sapsatalar hozirdan o'zlari qarab quruq gapga aylanib qoldi deydi Li Shaotian. Agar uy imorat bahsi g'oljirlik bilan o'sadi ekan, 2018 yılı Cungo'da iqtisod gullanmaydi, belki aksicha iqtisod yemiriladi. Shirkatlar foyda olishni maqsad qiladi. Foyda manfaati muqimlashgan ishlab chiqarish tarmoqlarimi cho'qim chak-chakidan bo'shilib ketadi. Chunki sizlar o'ylab ko'ringlar, hurmatli vatandoshim, bir shirkat, bir korxona deylik, yoki bir shirkat deylik, ular tijoratda qatnashganda, mayli xalqaro bozorga chiqsin, mayli Cungo ichida bozorga chiqsin, bular tijorat kirgan ekan, men o'tganda dedim, hozirgi davrda bularning ishlab chiqarishi raqobat ichida tovar almashtırışımı raqobat ichida, bozorga kirishimi raqobat ichida, tovarga baho qo'yishmi raqobat ichida, tovarning sifati va soni jihatdan raqobat ichida bir shirkat raqobat ichida. Raqobatdan o'zib chiqolgandilar, andin biz yuqorida boshda aytgandek, Li Shaotian aytgandek, har qanday shirkat foyda oladi deb ta'na qilgandek ish yuz berdi. Sen raqobatdan alqib chiqalasan, sen foydani ko'zlasan bu. Raqobatga kirsan, chiqammisan, o'zib chiqammisan, u vaqtda nima bo'ldi shirkat? Li Shaotian shundaq deydi, hamma shirkat foydalashni maqsad qiladi. Foyda muqimlashgan, ishlab chiqarish muqimlashgan tarmoqlarni cho'qim chek-chekidan bo'silib ketadi. Chek-chekidan bo'silib ketadi. Chunki u foyda degan hamisha bo'lavermaydi deydi Li Shaotian. 2012-yili bir nuqta edi. Cungo'nun xalqaro raqobat nuqtasining burilish nuqtasi edi. 2012 yildan burun Cungo dasmoyisi tuvan o'rinda turadi. Cungo'ning ishlab chiqarish soladigan dasmoyisi tuvan miqdor tuvan o'rinda turadi. Xalqaro kapital har to'pidak yopirilib Cungo'ning bozoriga kirib kelishga boshladi. 2012 yildan keyin Cungo'ning dasmiy selishi yuksaklikka ko'tarildi. Xalqaro kapital yana har to'pidak uchib Cungo'dan chiqib ketdi. Demak, dasmiy selinishlik oz bo'lgan vaqtda xalqaro kapital kirib Cungo'ning shirkat va iqtisodiga dasmiy soldi. Endi Cungo o'zi dasmiy sola oladigan darajaga yetganda xalqaro shirkatlar bu Cungo'dan chiqib ketdi. 2012 yildan burun Cungo'ning dasmiy selishi tuvan o'rinda turadi. Xalqaro kapital Cungo'ga eqib kirishga boshlagandi. Cungo'ning o'zining kapitali davlatdan chiqib ketolmagandi. Demak, xalqarodan pul kirayotganda, mablag' kirayotganda Cungo'mi o'zining mablag'ini chet elga chiqarib ketolmagan, ham elib chiqib ketolmagan, chiqib ketaman desam edi. 2012 yildan keyin Cungo'ning rasmiy dasmiy selishi yuksaklikka ko'tarildi. Cungo'ning ichki kapitali davlatdan chiqib ketdi. Dasmiy selish ko'paygan sari Cungo'ning mushu bahanda Cungo'ning o'ziga xos bo'lgan kapital yoki pul Cungo'dan chiqib ketdi. Bahoning o'sishi shirkatlarni halok qildi. Demak, baho tartibsiz. Bir kun undaq, bir kun mundaq tushib o'rlab turdi tartibsiz shirkatlarni halok qildi. Shirkatlar foyda ola olmaydigan bo'ldi. Aron puttirab turyapti hozir Cungo'da shirkatlar siyosat aks tarafga ketyapti. Shirkatlar foydalashga yuzlanyapti, siyosat aks tarafga ketyapti. Lekin shirkatlar foyda olmayapti. Davlat markaziy bankasi pul qo'yib yetishni yig'ishtira olmadi.
Bu yol birinci. İkinci derecelik şehirlerge öy imaret ekip bu pol, yani bu yol bilen, bu pulmuş yol bilen birinci derecelik, ikinci derecelik şehirlerge öy imaret ticaret sahası ekip girdi. Öy bahası örlep ketdi. İşlep çıkarış ve turmuş saladığan desmi hem örlep ketdi. Halkara nipet bahası düşüp ketdi. Cungo'da nipet bahası örlep ketdi. Halkara emgek gücü muqim, Cungo'da emgek gücü 10% sürat bilen üsüvatıdır. Mesela emgek gücü üsüvatıdır degende, emgek jaryanı siyasi iqtisatda bir gep var ki, emgek maksidi deydigan. Mesela işlep çıkarış jaryanıda işçi olsun, dehqon bolsun, o özünün ailesi qamdışı gerek, yemek içmegi gerek, keler yıllık iqtisat tayyorlik taraqqiyot, yezigilikning taraqqiyoti mal taraqqiyotiga tayyorlik qilish kerak. Shuna ahvol bolalarni o'qitish kerak, kesalos ko'risish kerak. Shu turmush lozimlatlarining o'zi siyosiy iqtisod sohasi emgak maqsadi deyiladigan bo'lsa, demak bu yerda emgak kuchi 10% yuqori o'syapti. O'syapti degan vaqtida uning texniklik saviyasi o'simi yo'q. O ikinci gap turib tursin. Lekin emgak maqsadining talabi o'syapganda albatta bu emgak kuchimi o'zining talabchan emgak kuchi bo'lib qoladiganligini ko'rsatyapti deydi. Xalqaro yerga selingan dasmiy cho'qim, dasmiy muqim Jungo'da yer bahası shiddat bilan o'rlayapti. Xalqaro yerning bahası muqim shunchalik kelyapti. Lekin Jungo'da bu yer bahası o'rlayapti. Chunki yerdagi hukumatlar yer bahasiga tayinib turib o'zining moliyasini qapindiryapti deydi. Hamma odam öy imorat tijaretiga yuzlandi. Kapitalning qori o'nkiri shakllandi. Bir shirkat gullandi deyli, ming shirkat haraplaştı. Bugün Jungo'da öy imaret ticareti allaqachon qor önkürü paydo qildi. Jungo'da barliq pol vosita yoki bevosita öy imaret bozoriga eqib kirishga boshladi. Allahning omonat qo'ygan puli uni paraga ilib kirdi deydi. Omonat qo'ygan pulimi öy imaret bozoriga eqib kirdi deydi. Bankining kapitali öy bozoriga eqib kirdi deydi. Şirketlerin kapitali öy bazırıga eqib kirdi deydi. Hatta hükümetin kapitalimi öy bazırıga eqib kirdi. Mesela idari cemiyetlerde masulu pul oludu o. Muş pulun üzümü hemmisi, bankının hemmisi taraftan pullu buludu iken, buların hemmisi öy imaret bazırıga eqib kirdi deydi. Kelişi xilmi-xil, çıqqan yeri bir oldu. Pul taraftan geldi, çıqqan yeri bir oldu. Öy imaret ticareti pul sömürüvatıdı. Lekin pul çıkıdığan iş yok. İmaret ticareti büyükün Jungo'da aş yukarı pullarını sömürüvatıdı. Lekin bu şirketlerden pul çıkıdığan iş yoktu. İmaret ticareti Jungo'nu pili kurtadak yavatıdı. İmaret ticareti Jungo'nun puralarını pili kurtu gazan yigendek yavatıdı. Jungo iktisadi 2018 yılı özlügiden gumran bulup yemereli. Bunu tosup algılı olmaydı deydi o. Lişatiye.